Assalomu alaykum. Mening ismim Ruslan bo'ldi. Men Qozog'istonning Olmaota viloyati Uyg'ur nahiyasining G'oljat degan yerda yashayman. Dadamning ismi bo'lsa Rustam. Sharqiy Turkistonda qarindoshlarimiz bor edi. O qarindoshlarimiz o'ldimi, tirikmi? Hech qanday xabarni olmayapmiz. Intayin ansirayapmiz. Dunyodagi eng chong kishilik huquq organlariga va tashkilotlarga o'zimning nomidan va qarindoshlarim nomidan bizga sahib chiqishingizni o'tinib so'raymiz. Rahmat.